Assalomu alaykum Sulton G'ozi ahli. Mana ko'chamiz rahmat, hammani qissasi katta. Shu vaqtgacha mana hech kim o'ynamadi, hech kimning oilasidan bolalar, odamlar, ota-onalar chiqmadi. Mana bugun ko'chamiz ravon bo'ldi. Asfalt bo'lganiga hammani oilasidan farzandlari chiqib o'ynayapti mana. Hammaga katta rahmat xizmatlari uchun, qishlog'imiz ahliga, yugurganlarga alohida rahmat. Mana ko'chamiz ravon bo'ldi. Mana hamma qishlog'imiz 80% Xudo xolasa ko'cha bo'ldi. Endi ikkinchi mavsumda ham yutsak to'y qilamiz. Tantana qilamiz. Rahmat. Yanada kuchayishimiz kerak, yanada birikishimiz kerak. Yosh bolachalarni mana yurishini qarangizlar. Bular har bir xonadondan chiqib o'ynashlarini odam quvonchini siqmaydi-da, quvonchini siqmaydi. Xuddi bokschilarimiz Parijda qanday yutib kelyapti. Bizlarni asfalimiz yutug'i ulardan ustun bo'lyapti. Ko'chalarimiz ravon bo'lsin, bolalarimiz o'ynab kulaversin, ota-onamiz yuraversin. Rahmatni qishloq ahli eshittirsin. Hammalaringizga rahmat. Pulni ertaroq yetkazsalarimiz ikkinchi mavsumda ham yutib oxirigacha. Mana uylarimiz hammasi joyida. Yo'llari mana betonlar, bloklar bo'lyapti. Xudo xolasa yonida hamma asfalt qilib betonlab chetlarini zo'r qilamiz. Xudo xolasa hali katta yo'llarni ham asfalt qilamiz, trotuarlarni ham yetkazamiz. Hammaga kuch-quvvat, sabr, oilasiga baraka beraversin. Hammamizga tinchlik, xotirjamlik, totuvlik bo'lsin. Kattalarimiz duoda bo'lsin. Yoshlarimiz, kattalarimiz el xizmatida bo'lsin. Birikib, bir-birimizga bo'ysunib, ana shunday xizmatda bo'laylik. Har bir oilaga qarasang, har bir xonadonga qarasang, bolalar ko'chaga o'ynaydi. Odamning quvonchi ichingga siqmaydi. Xudo xolasa bu yutuqda ham yutsak, yangi yilgacha to'y qilamiz, qo'y so'yamiz. Boshqa nima qilamiz? Ortda qoladigan odamlar, farzandlar bizlarda duoda bo'lsin. Hammangizga rahmat, hammalaringiz xizmatda bo'linglar, safarda yurganlarga ham rahmat. Mana qabristonni yo'llarimizga qarang, qanday chiroyli bo'ldi, qanday ravon bo'ldi. Chap tomonga bir burilaylik-da. Mana qarang. Mana hammamiz chang to'zon yomg'irga borardik. Mana endi hammasi joyida, hammasi havas qiladigan darajada. Xudo xolasa bundan da zo'r qilamiz. Faqat kuch birlikda. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.